Assalomu alaykum, hurmatli Prezidentimiz Shavkat Miromonovich. Assalomu alaykum, hurmatli Qoraqalpog'iston Respublikasining Jo'qorg'i Kengash raisi Alvonbek O'rinboyev. A, Sizlarga murojaat qilishimdan maqsadim, men hozirgi vaqtda Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumanidagi Do'rmon Ofiyda yashovchi fuqaro Bekniyoza Gulchehraman. Murojaat qilishimning sababi bizlarning shu Davlatboy Valijon fermer yerimizni noqonuniy yo'l bilan Rahimboyev O'ktamga o'tirilganligi sababli men bir ko'p nimalarni aytib bermoqchi edim. Sababi bizlarning fermerimizni 15-yilda 616-sonli qaror bilan tashkil topgan bo'lib, hozirgi kunga дейін bizlar buni tekshirtirgan vaqtimizda Atamurod Husniddinning nomida turgani ma'lum bo'ldi. 1922-yildagi birinchi sonli bayonnoma bilan bular bizlarning ruxsatimizsiz bayonnoma tuzganda, bayonnoma orqali fermerimizni Rahimboyev O'ktam nomiga o'tkazib yuborilgan. Keyin men bularni hokimiyatga, keyin Adliya vazirlikka, keyin prokuraturaga hamma yerga murojaat qilib, sudma-sud borib ko'rdim. Tekshirishimiz bo'yicha hozirgi vaqtda bizlarning fermerstvamiz 19-yildagi 444-207 qaror bilan Qo'chqorov Hakimboy nomiga o'tkazilgan degan nima bilan qabul qilindi deb bu ham bizlarga aniq bo'ldi. Falshoy dokumentatsiya ekani aniq bo'ldi. Chunki fermerstvo Qo'chqorov Hakimboy nomida yo'q ekan. Keyin bu suddan keyin yana Adliya vazirlikka murojaat qilishga ichki ishlar o'zlarimizning hokimiyatdagi tumanimizdagi ichki ishlar nimasida Alisher degan bir tergovchi bolamiz yiberdi. Lekin bu yibergan nimaga vaqtida bizlarga ichki ishlarda Atamurod Husniddinning nomidan to'g'ridan-to'g'ri birinchi sonli bayonnoma bilan Rahimboyev O'ktam nomiga o'tkazilgan. Qo'chqorov Hakimboy nomli fermerstvo bo'lmagan deb, Davlatboy Valijon fermer xo'jaligi bo'lmagan deb bizlarga xat yubordi. Keyinchalik bularni ham hammasini yig'nab nima qilganimizdan keyin 22-yil 4-avgustda tuzilgan bayonnomani bizlar ichki ishlarga berib, mana shu qanaqa qilib o'tirilgani, nima maqsadda o'tirilgani, bir tomonlama ish bitirilgani, mening xo'jayinning ruxsatisiz ariza yozib berganmiz yoki bo'lmasa bir kamchiligimiz bo'lmay, to'g'ridan-to'g'ri bizlarning xabarimiz yo'qligidan to'g'ridan-to'g'ri Rahimboyev O'ktamga shu 22-yildagi bayonnoma orqali o'tkazilgan deb xabar berildi. Endi men mana shu hozirga sudga borib turibman. Birinchi suddagilarga oldingi nimamiz Qoraqalpog'iston Respublikasi tuman ma'muriy sudda ko'rilib chiqildi. Ma'muriy sudda ko'rilgan vaqtimizda bizlarda shunaqa nima yozib berdilar. Bu yerda qandaydir bir jinoyat ishi ko'rilganga o'xshayapti deb ichki ishlar prokuratura tuman emas, res prokuraturaga xat yuborildi, keyin Adliya vazirlikka xat yuborildi. Bizlarga javob kelgani yo'q. Hozirga дейін shu res prokuraturaga yana qaytadan men o'zim nomimda yana qaytadan ariza berdim. Arizamni tuman prokuraturasiga yubordi. Tuman prokuraturasidan men ichki ishlar nimasiga yubordi. Shu men hozir 25-yil 12-iyundagi qaytadan murojaat qilib turgan arizama kiritadigan nimalarni hujjatlarni topib bilolmayapman. Men qaysi yerga borishimni bilmadim, nima qilishimni bilmadim. Keyin men mana shu nimaga murojaat qilishimga to'g'ri keldi. Nimaga bir arizaga qo'l qo'ymasak, yo bo'lmasa to'g'ridan-to'g'ri nima qilib yubora bersalar, qayda men tushunmayapman. Tuman hokimiyati bo'lsin yoki bo'lmasa shu Adliya vazirlikdagi nima bo'lsin, yagona darajadagi nimalar bo'lsin. Men hozir bularga nima javob berishini, nima qilib u yerdan kirib men hujjatlarni olishimni bilmadim. Shuning uchun hozir men bulardan murojaatim
2022-yilgi 4-avgustdagi tuzilgan bayonomaning shuning haqiqiymi yoki haqiqiy emasmi? Nima uchun yo'q fermerdan Qo'chqarov Hakimboydan Rahimboyev O'ktamga nima uchun o'tirilgan? Tekshirilganmi, tekshirilmaganmi? Hozir men qayerga borsam bizlar hujjatning ichini tekshirmaymiz, to'g'ri ularning bergani nimasi bilan o'tirib yuboramiz dedi. Nukusdagi Adliya vazirlik aytdilar. Mayli, ungadan nima qildim? Shu bayonomani men to'g'ri nima qilib bersam, sud orqali nima qilsangizlar, Otamurod Husniddinning nimasini fermerni qaytib berishimiz mumkin deb menga murojaat qilib og'zaki javob berdilar. Yozma ravishda javob bergan vaqtimda bayonomaga yozma ravishda xat yuborib qo'yibdilar qo'limda. Bunda Beshboyev Qurolboy, MT boshlig'i Beshboyev Qurolboy hech qanaqa uning bu yerda bayonnoma tuzish, u yerda nima qilish hech qanday vakolati yo'qligidan menga xabar berdilar. Men bu ishni qayta davom qildirishim uchun menga bir nima qilish najot istab sizlarga murojaat qilyapman. Keyingisini men sudma-sud yurganimga hozir 3 yil bo'lyapti. 3 yil bo'lyapti. 3 yildan beri lekin aniqlik kiritdim. Hamma nimalar chiqdi, hujjatlari qo'limda, ko'rib chiqaman deganlarga beraman. Hamma dokument hujjatlarni qasirga taqdim qilsin desa qilaman, mayli. Agarda qaytadan shuni menga sudga ariza berib, qaytadan kirgizib beradigan qaysi bir xodim qaysi bir nima qilishimni kimga berib, kim menga shu sudga arizamni berib o'tirib berishni bilmay qoldim. Ichki ishlarga borsam, hokimiyatga prokuraturaga boring dedi. Prokuraturaga borsam, sudga boring dedi. Sudga borsam, uni gapning qisqasi Toshkentga keting deganlar ham bo'ldi. Mana menga hozir shu ukam shundaqa syomkaga olamiz dedi. Men qarshi qilmadim. Chunki bizlarning yerimizni qanday qilib olib, qanday qilib o'tirganini men shu aniqlik kiritishini shu bir adolatli ish qilib ko'rishini mana shu nima prezidentimdan hamda shu Omonboy akamdan bir qayta o'zlari bir kontrolga olib berishini iltimos qilardim. Bu hamma xabarni eshitishim bo'yichalik mening tarafimda masalan endi men xo'jayinim bo'lib yoki boshqa bo'lib bironta bir yerga bir ariza yozib, yo'lmasa bir ogohlantirish berilmasdan nimaga shu fermerimizni tortib olib boshqa birovning nomiga o'tkazilgani hayronman. Bizlar ariza yozgan vaqtimizda bizlar mana qonun qoida bo'yicha nima qilib ko'rdik. Ariza yozgan vaqtimizda ham Davlatbay Valijon fermer xo'jaligi yo'qib ketib, qaytadan tenderdan xolagan nima olish kerak ekan. Bizlar buni qonun bo'yicha qarorlar chiqarib qo'yibdi. Qarorlarda hozir men sizlarga ko'rsatmayapman. Nimaga deganda o'zlaringiz yaxshi tushunasizlar bu qaror qonun qoidalarni. Keyin bu yerda bu bayonomada mening endi yo'q fermer Qo'chqarov Hakimboy nomidan eng yaqin qarindoshi deb ko'rsatilgan Rahimboyev O'ktam. Mana shu yerda aniqlik kiritib berishni so'rayman. Umuman bu yerda bir-birimizga qarindoshlik yerimiz yo'q. Biza tanimaganmisan? Shu hozirgi vaqtga kelguncha mana shu yerda aniqlab beringlar. Mana shuni men sudga ko'rsatishim kerak desam, hech qayerga qanday menga yordam beradigan shu to'g'risi tumanimizdan bunday vakolatni ko'rsatib, mana bu daningiz mana bunaqa bo'ladi deb ko'rsatib beradigan birorta xodim topolmadim. Mana shuning uchun men murojaat qilishga majbur bo'ldim. Chunki to'g'ri endi menga yordam berganlardan 44-207 qaror bo'yicha dedi Qo'chqarov Hakimboy o'tirilgan deb yozib ko'rsatilgan ekan. Lekin bunga-da prokuratura xodimlari aniqlab berdi. 44-207 qarorimiz aslida bu yerda 3 gektar yer bersin. Davlatbay Valijon fermer xo'jaligi zaxirasiga 3 gektar qo'shimcha yer berilsin. 44 gektar yer ajratib berilsin deb chiqarilgan qaror ekan. Lekin bu yerda texnik nosozliklar deb Qo'chqarov Hakimboy nomini o'tkazgan. Qo'chqarov Hakimboy nomiga o'tkazilgan bilan Qo'chqarov Hakimboyni u yerda u qog'ozlarda yozilgani bilan hech qanday vazirlikda nima qilgan
registratsiyadan o'tirilmagan. Men o'zim tushunishimcha, bu hammasi bir tomonlama ish tutilgan bo'lib ko'ringanga o'xshab turibdi. Aslida bu yerda qanday bir jinoiy ish qo'zg'atishga men bilmadim. Jinoiy ish qilinganiga men ko'zim yetgandan keyin murojaat qilishga majbur bo'ldim. Chunki men qo'limga shunday mana xatlar, shunday tushuntirish nimalar berildi. Haqiqatda biz yerda Otamurat Husniddinning nomidan yo o'zining nomidan ariza yozilmagan, yo birov fermerimizda biron bir kamchilikni ko'rsatib, seni shu kamchilik bo'yicha seni ishdan bo'shatildi degan bironta yerdan bir bizlarga hujjat topib bera olmadilar.